Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Bugungi ko'chmas mulkimiz Oblastnoy Raddomda почти 3 etajli hovli joyimiz sotuvga chiqdi. Mestasına keladigan bo'lsak, zo'r mestada hurmatli obunachilar. Bu yoqda Do'rga chiqadigan bo'lsak, El Xorazmiy ko'chasi, bu yoqda Oblastnoy Raddom joyimiz darvozalari punktda ko'tarilib açıladi hurmatli obunachilar. 3 etajli hovli joyimiz. Birinchi etaj plita, ikkinchi etaj plita, uchinchi etaj esa yog'och bilan bostilingan ekan hurmatli obunachilar. Bu ham tarafdan o'zini bog'im bor ekan. Mevalar. Shunda meva qolgan ekan. Meva aytib turibdi. Joyimiz asfalt bo'lgan, ko'chasi qo'nishlari ajoyib. Tixa mestada, maktab, bog'chada umuman problemasi yo'q. Eldine kanalizatsiyasi chiqqan. Avtobus marshrut yurib turibdi bu yerdan hurmatli obunachilar. Shu joyimiz Ugalavoyi qolgan. Joyimizni bahosi ham normalniy, o'zina loyiq bahada yana qaytib kelishib beraman dedilar. Oyoqtanglar kafel bo'lgan hurmatli obunachilar. Mashinamiz garajına ponni sig'ib turibdi. Balandlik ham baland hurmatli obunachilar. Joyimizni balandligini ko'ring. U garajimiz. Yan tarafimiz sanuzel hurmatli obunachilar. Sanuzelimiz ham kafel bo'lgan, da patologachalik kafel. Patologimiz esa oqlanib, kraskelanib turibdi. Aristonimiz bor. Suv, svet, gazda umuman problemasi yo'q. Bella tixa mestasına zo'r mestada joylashgan. Bu yerimiz birinchi etajimiz ponni. To'pli pol, yerda joylashgan. Katyolimiz bu yerda joylashgan birinchi etajimizda. Airfill degan yaxshi katyollardan qo'yilgan. Bu ham taraf bog' qismi, hurmatli obunachilar. Ushidan eshik ochib, yarasangiz ham bo'ladi bog' tarafina. Bu ham tarafina chiqish o'timiz. Bu yanimiz chayga suvoqda turibdi. Sifatli etib solingan hurmatli obunachilar. Joyimiz umuman gap yo'q. Ben ikinci etaja chiqish xotimiz. Bize ko'cha tarafdan chiqamiz. Hurmatli obunachilar. Qo'nishlari ajoyib. Tixa mestada hurmatli obunachilar. Maktab, bog'chada umuman problemasi yo'q. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Girganimizdan shuning ulu dolan aytib qo'yibdilar. Girish xotimizda rakovinamiz joylashgan. Suv nafullarim yaxshi. Bir de rozyetka tashab ketganlar. Aynamiz ulu ayna tushgan. Bir de konditsioner uchun rozyetka tashalgan. Patologimiz balandligini ko'ring. Balandligi ham ajoyib ulu tushgan. Lyustralar ajoyibdan asilgan hurmatli obunachilar. Beri televizor asish uchun shunday narsalardan ishlatilgan ekan, ajoyib. Yan tarafa keladigan bo'lsak, podvalimiz, yana ko'rsatib o'tgan, podvalimiz xotimiz. 3-chi etajimizga chiqamiz deyishim. 2-chi etajimizdamiz hozir. Yan taraf giradigan bo'lsak, kuxnimiz hurmatli obunachilar. Partuklari
bo'lgan kafel aynalari akvayna, stenasi moshning yaxshi sifatli obuylardan bo'lgan. Yerimizdan lyustra asılgan. Ayak telemiz 100% hamma joyi to'rtli pol. Ben tarafa giradigan olsak, spannimiz joylashgan. Menen galagellar qo'yilgan, lyustra asılgan. Rozetkalar qo'yilgan, beril pensioner uchun rozetka tashab ketilgan, hurmatli obunachilar. Joyimizdan salınışına umuman gap yo'q. Allah odamga nasib etsin. Hem shunday joylar olish nasib etsin Xudoyim. Yan taraf 3. etajımıza chiqadigan olsak, birden to'rtli pol bu yan taraf zalimiz aytib qo'ysangiz ham bo'ladi. Bu yan taraf spanni, bu yanimiz spanni, bu yanimiz esa sanuzelimiz joylashgan. Oxirgi etajimizni sanuzel bilan ko'rishadigan bo'lsak, da patologiyachalik kafel bo'lgan patologimiz, natujniy patolog, bilan aristonimiz bor, untazimiz, hamma narsamiz joylashgan, hurmatli obunachilar. Bu yan tarafa giradigan olsak, spannimiz böyle o'rtada spanni turadigan olsa, ikkinchi chetda rozvetka tashalgan, hurmatli obunachilar. Joyimizda podogonniklar ham bor. Bu yan taraf giradigan olsak, zalimiz demek ham bo'ladi. Oxirgi etajimiz, hurmatli obunachilar. Bedeni ullu ayna tushgan. İşlarni e'tibor eting, ishlar ham og'ir, sifatli zamiqlardan qo'yilgan. Bu yan tarafimiz spanni. Obuylarni ko'ring, obuylar ham yaxshi sifatli yuvib olib, sifatli obuylardan qo'yilgan. Bu yan tarafimiz balkonimiz. Men ajoyib bolalar kuzatib o'ynab yuribdi. Berening mestasini ko'radigan bo'lsak, juda media park, hurmatli obunachilar. Turib olsa, Al-Xorazmiy ko'cha. Bu yan taraf aeroportskiy, aeroport yanında demek ham bo'ladi. Böyle Ablosnoy shahar roddomi joylashgan. Joyimizning bahosini keladigan olsak, joyimizning bahosi $85,000, hurmatli obunachilar. Demak, joyimiz ma'qulga bo'lsa, pastdagi telefonlar telefon bog'lanishlaringiz mumkin. Ustida yana qaytib beriladi. Xudo xolasa kelishtirib olib beramiz. Kimga ma'qulga bo'lsa, pastdagi telefonlar telefon bog'lanishlaringiz mumkin. Sog' olun, salomat olun. Kanalga obuna bo'lish yoddan chiqmasin. Hammaga shunday joylar olish nasib etsin.